Agar kimdir yana gapni bilsa marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Men Aslon o'qiyman. Men shu maktabda 4-A sinfda o'qiyman. Hozirda men shaxsiy rivojlanish va teran fikrlash, keng dunyoqarash bo'yicha ustida ishlayapman. Eng katta maqsadim bu 200 ta davlatdan O'zbekistonga investitsiya kiritish va O'zbekistonni o'yinga eng rivojlangan davlatlar orasida ko'rish. Hozirgi kundagi maqsadim esa 1-dekabrda IELTS olish. Ustida juda ko'p ishlayapman, mehnat qilyapman, izlanyapman. Va'da beramanki 1-dekabrda men IELTS olib, siz bilan yana uchrashaman. Endi men taklifimni aytayotganim bo'lsam, men Buxorodagi barcha lagerlarga, ya'ni dam olish joylariga trening o'tib bermoqchiman. Ya'ni bolalarning shaxsiy rivojlanish bo'yicha katta maqsad qo'yish, vaqtni to'g'ri taqsimlash, kun tartib yuritish. Mana bizning bobolarimiz Abduxoliq G'ijdoniy, Naqshbandiy, At-Termiziy, Abu Ali ibn Sino va jadidlar kabi bobolarimizning o'chmas merosini bolalarga o'rgatmoqchiman. Men jadidlarimiz qilgan ishni keyingisini yuritmoqchiman. Menga ruxsat bersangiz, Buxorodagi barcha lagerlarga trening etsam bo'ladimi? Bo'ladi. Do you speak English? Yeah. Please speak. Hello, my name is Oqilbek. My surname is Aslonim. I'm from Uzbekistan. I live in Dishjiman. I love playing football. My favorite food is pulao. There are six people in my family. They are my parents, my mother, they are my parents, my sister, my brother, and me. My little brother studies at kindergarten. My sister studies at school. My father is a businessman. My mother is a teacher of personal development. I want to become a businessman. I'm studying English because I want to speak English perfect. Bugun butun viloyatga tarqaydi bu. Shu boshlading ishni. Omad ishlaring.